Assalomu alaykum hurmatli podpischilar, aziz do'stlar. Lot 26 yoki lot 71 bo'limimizda ishchi xodimlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonalarimizni ichki tuzilishi va ichki ko'rinishi nasib qilsa bu tomondan yana konteynerlar qo'yishga davom qilamiz. Bu yerda texnika bezopaslik xavfsizlik xodimlarning nimasi konteyneri, bu tomonda esa GDXlarning konteyneri, ofisi. Bu shu ofisgacha davom qilgan konteynerlarimiz bor va ikkinchi qatori yana konteynerlar qo'yib kelinadi. Bu yerda staff deymiz, ya'niki ofis xodimlari uchun mo'ljallangan xonalarimiz. Bu yerda bir konteynerga ikkita odam yotadi. Bu yerdagi ishchi yotoqxonamizda 10 tadan, har bir konteynerimizda 10 tadan 16 tagacha bo'lgan odamlar yotadi. Yotib ishlash uchun mo'ljallangan. Bu hozirgi xonalarimiz, ya'niki ishchi xodimlarimiz uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bari xonalarimiz hozir dezinfeksiya jarayonida, ya'niki ichidan pastellarimiz, bariki matraslarimiz hammasi olib chiqib tashlangan. Mana bu sizlarga aytilgan 6 xona, 12 kishilik xonamiz. Bu xonamiz ichki ko'rinishi va bunga qo'shimcha ravishda bularning ichida shunday vannalari va bu yerda unitazlari bo'ladi. Ya'niki ishchi xodimlarimiz kelganda uy bilan dushovoy kabinani harorati bir xil bo'lib turadi. Kelib qiynalmasdan dushlarni qilib, ya'niki bir xil haroratda dushlarni qilib hojatlarni bemalol chiqarishlari mumkin. Endi xonalarimiz sizlarga hozir ochiq bo'lgan xonalarni faqat ko'rsatyapman. Bu esa bizni dushovoyimiz. Bitta 4 ta aristonimiz naryoqda eng oxirgi devorlarda qotiriladi va shu 4 ta ariston bilan shu va orqa tomonimizdan nasib qilsa katyolimizni ham o'rnatishni boshladik. Katyol qismimizni katyollari bilan isitilib turadi. Bu yerda esa kanalizatsionni joyimiz bo'ladi. Mana bu sizlarga aytilgan isitish katyollarimiz. Bu tomonda esa ofis va amborlarimizning joyini tayyorlashni boshladik. Bu yerda mana odamlar ishlab turgan yerda amborimiz bo'ladi va undan so'ng esa ofis qismi bo'ladi. Mana ofis qismimizni ustki qismini yopishni boshladik. Betonchilarimiz uchun armaturalari, temirlari barisi yetib keldi. Qo'llab-quvvatlab tursangiz, hurmatli podpischilar, sizlar bilan birgalikda barisini birgalikda quramiz va barisiga birgalikda erishamiz.